Chimyon ortiqcha ta'rif shart emas. Kundan kunga turizm kuchayib shiddat bilan o'sib borayotgan joylar. Ko'pchilik biznesmenlar hozir Chimyonga pul tikyapti. Sizga ham Asaka bankdan zo'r taklifimiz bor. Bitta ko'ring, aniq sizni qiziqtirib qo'yadi. Ushbu ko'rib turgan 5 qavatli binoyingiz ichida 300 ta avtomobilga mo'ljallangan avtoturargoh, restoran, bolalar maydonchasi, hozirgi kunda restoran va bolalar maydonchasi Shashlik.uz MCJga ijaraga berilgan. Bu degani siz sarmoya kirgizadigan ushbu joy tayyor ijarachilari bilan sizga taqdim qilinadi. Va 883.4 kvadrat metrli savdo do'konlari bor. Yana bitta zo'r tarafi ushbu binoni shundoq tagida tayyor elektr stansiyasi ishlab turibdi. Agarda kimdir Chimyonga elektromobilda chiqib ketadigan bo'lsa, ushbu binoni ziyorat qilmasdan ketmaydi. Tabiat ko'rvos, ayniqsa shanba dixili butun Toshkent shotda bo'lyapti. Odam sig'may qoladigan paytlar ham bo'lyapti-da. Endi sarmoya kirgizsam, pul tiksam yurarmikin, yurmasmikin deb o'ylab o'tiradigan joylar emas. Sarmoyani kirgizasiz, foydani sanaverasiz. Foydalanib qoling. Har doim bunaqa takliflar bo'lavermaydi. Agarda bu binoni xarid qilish sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bog'laning. Hali taklifi zo'rlari siz uchun bor. Ushbu ko'rib turgan binoyingiz aynan sizniki bo'lishi kerak.